uchinchi o'rin uchun 10 million, ikkinchi o'rin uchun 20 million, birinchi o'ringa esa 40 million so'm pul mukofotlari, bundan tashqari diplom hamda medallar atalgan. Hozir taqdirlash marosimini boshlashdan oldin davramizga mehmon sifatida kelgan insonlarimiz O'zbekiston Respublikasi sport vaziri maslahatchisi Mo'minjonov Sharifjon Fuzaylovichni taklif etamiz. Hamda voleybol federatsiyasi bosh kotibi Alimov Farhod Sharifovich mehmonlar. Navbatdagi mehmonimiz O'zbekiston Korporativ sport assotsiatsiyasi ijrochi direktori Sattorov Sherzod aka. Shuningdek, bugungi uchrashuvlarni boshqarib borgan odil hakamlarimizni ham birin-ketinlikda tanishtirib o'taman. Toshpo'latov Jamoliddin aka, Daniyar Burnashev, Abdujabborov Olimjon, Ummataliyev Sherzod. Endi esa marhamat qilib taqdirlash marosimiga o'tamiz. Birinchi bo'lib 3-o'rin sohiblari bilan tanishtirishni boshlaymiz. Demak, O'zbekiston Korporativ voleybol kubogida 3-o'rinni qo'lga kiritgan jamoa Olmaliq qon metallurgiyasi kombinati jamoasi. Jamoa ishtirokchilariga medallarni taqdim etamiz. Ularga bugungi kundagi ajoyib o'yin uchun, qizg'in bahslar uchun tashakkur izhor etamiz. Endi esa navbat 2-o'rinni qo'lga kiritgan jamoa vakillariga. O'zbekiston Korporativ voleybol kubogi o'yinlarida 2-o'rinni Biznesni rivojlantirish banki jamoasi qo'lga kiritdi. 20 million so'm pul mukofoti hamda diplom medallar bilan taqdirlanishadi.
Kubogining g'oliblarini e'lon qilamiz. Demak, bugungi o'yinlarda birinchi o'rinda Navoiy Qizilqum Fasfari jamoasi qo'lga kiritdi. Ularga 40 million so'm pul mukofoti, medal hamda diplomlar, shuningdek, uchrashuvning kubogi topshiriladi. O'zbekiston korporativ voleybol kubogi g'oliblarini tabriklash uchun O'zbekiston Respublikasi sport vaziri maslahatchisi Mo'minjonov Sharafjonov Tuzailovich chiqib keldilar. Ularga ham alohida qarsaklaringiz. Shuningdek, hakamlarimiz safidagi Abdujabborov, Olimjon akamiz ham g'oliblarni qutlamoqdalar. O'zbekiston korporativ voleybol kubogi g'oliblari. Bakır veramiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin, umuman hamma sovrindorlarni tabriklaymiz va umumiy rasmga ushbu kunlarni esdalik xotirasiga muhrlash uchun hammangizni bir joyga to'planishingizni so'rab qolamiz. Barcha tashkilotchilar ushbu kubokning tashkillashtirilishida hissasi qo'shilgan har bir insonni foto time uchun taklif qilamiz. Hamma bitta biyoga qaraydi. Birinchi biyoga iltimos. O'tib turolaysiz. Voy, ketdi. Rahmat, sog' bo'ling. Mehmonlar, hakamlar hay'ati, bugungi mana sportchilar desam men uchun bugun mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli prezidentimiz 421 sonli qarorlari asosida O'zbekistonda yurtimizda jamoaviy sport turlarini yanada rivojlantirish, bu orqali vazirliklar, idoralar, tashkilotlar, qolaversa biznes sohasi bilan shug'ullanayotgan shu biznes soha vakillarini ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha juda katta qaror chiqqan edi. Uni asnosida O'zbekiston korporativ assotsiatsiyasi tashkil etildi. Xabaringiz bor, shu korporativ assotsiatsiyasi orqali biznes sohasiga jalb etilgan banklar, idoralar, tashkilotlar hammasi jalb etildi. Mana yaqinda biz futbol bo'yicha musobaqalarni yakunladik. Mana bugun voleybol bo'yicha musobaqalarda afsuski bugun 10 tagina jamoa ishtirok etdi. Biz o'ylaymizki, bugungi tadbirdan keyin, bugun o'tgan musobaqadan keyin sizlarning ham safinglar kengayib, undan-da ham raqobat keng bo'lib, raqobatbardosh jamoalar jalb etiladi desam, menimcha yolg'on bo'lmaydi.
Shuning uchun sizlarni barchalar bugungi musobaqada ishtirok etganlar uchun kattakon rahmat deymiz, chuqur ta'zim qilamiz. Nega deganda sizlar keldinglar, biz bu musobaqani tashkil qildik. Agar bo'lmaganida musobaqa bo'lmasdi. Balki musobaqalar bunaqa deyarli darajada emasdi. Bu birinchi marta poyqadan bo'layapti. Oldimizda mana futbol o'tdi, mana voleybol, hali stol tennisi, shaxmat, basketbol sport turlari bo'layapti. Bu yil bo'ladigan va bu sport turlarining qamrovi albatta kengayib, hozir biz assotsiatsiya vakillari bilan, mana Sherzodjon bilan birgalikda hozir o'ylayapmiz. Bularning sonini 10 ta sport turiga yetkazib, yana ham sizlarni bu sportga bo'lgan qiziqishni uyg'otishdan iborat. Shuning uchun fursatdan foydalanib O'zbekiston Respublikasi sport vaziri Shavkat Xonxomish nomidan hozir mana Italiyada Olimpiya o'yinlariga jalb etilishgan xabarlar bor. Milan va Cortina shaharlarida qishki Olimpiya o'yinlariga start berildi kecha. Hozir bizning sportchilarimiz u yerda ishtirok etishyapti. Sizlarga hamma yaxshiliklar hamroh bo'lsin. Ishingizga Alloh rivoj bersin. Martabangiz ulug' bo'lsin. Shunaqa ko'p yillar sport bilan shug'ullanib yuringlar. Nega deganda jismoniy tarbiya va sport tibbiyotning tarkibiy qismi hisoblanadi. Qancha ko'p sport bilan shug'ullanamiz, shuncha kam kasal bo'lamiz. Shuning uchun sizlarga sog'lik tilaymiz. Omadinglar bersin. Yana bir bor uchrashguncha keyingi o'yinlarda sog' bo'linglar. Rahmat.